Guldek ayoli turib xiyonat qiladigan erkaklar. Balki yetara. Nima deb o'ylaysiz? Uyingizda halolingiz turganda ko'chada sayo yurishdan charchamadingizmi, ukam? Aka, to'g'risini ayting, vijdoningiz qiynaladi-yu, to'g'rimi? 3-4 minutdan keyin. Yoki o'zi aybdor deb bahona qilasizmi? Aybi sizni ota-onangizga xizmat qilib charchashimi yoki kuni bilan bolalaringizga qarashimi? O'zim erkak bo'lib erkakchasiga gapiryapman sizga. Baraka topkur, xiyonatdan qarz, qaytar dunyo, tavba qilib qoling. O'zingizdan bilib turibsiz. Bu yurishingiz yaxshi emas. Oldingizda singlingiz bordir, qizingiz bordir. To'xtashga ulgurib qoling, imkon bor edi. Hoziroq bo'ldi qiling. Men tavba qildim deb to'xtang. Bu sizga meni samimiy gapiradigan eng rost gapim. Erkakning gapi erkakka, yurakdan chiqqan gap yurakka yetadi. Fikringizni izohda qoldiring. Va ayollarga suyagi yo'q, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Tushundingiz?